Kayfiyatlaring zo'rmi? Dolzarb 90 kun yoz 2026 mavsumida ham boshlab oldik-a. Bugun Denov tumanidagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabida Dolzarb 90 kun yoz 2026 yil mavsumiga start berildi. Denov tumanida 111 ta umumta'lim maktabi mavjud bo'lib, bugun 6-umumta'lim maktabida Dolzarb 90 kun yoz 2026 mavsumiga start berildi. Bu o'quvchi yoshlarga nima beradi? O'quvchi yoshlar maktabdan ajralmagan holda yozgi ta'tilni mazmunli, maroqli o'tkazish maqsadida o'quvchi yoshlar ta'lim dargohida kelib, san'atga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi, to'garaklarga jalb qilinadi va kunlik faoliyati davomida maktablarda tashkil etilgan, ochilgan to'garaklarga o'quvchilar qatnashib kelmoqda. Tumandagi 6-maktabda o'zini alohida o'rni bor. O'quvchi yosh avlodni san'atga bo'lgan qiziqishini, adabiyotga bo'lgan qiziqishini, fanga bo'lgan qiziqishini mana shu yoz davomida alohida ustozlari tomonidan saralab olib, o'zini qiziqishi va yo'nalishiga asoslangan holda tashkil etilib, maktablarda o'tkazilib kelinmoqda. Dolzarb 90 kun yozgi 2026-yil juda ham yuqoringi saviyada boshlandi hamda tumandagi barcha umumta'lim maktablarda bo'lib o'tmoqda.